Kanalimiz obunachilari, hozir biz bitta mijozimizning xonadonlariga yetib keldik. Hozir bu xonadonimizning ichkarilariga nimalar ishlatilganini ko'rib chiqamiz. Shundoqqina kirganimizda bu yer hol qismi bekka Tikurillaning Europower 7 turidan ishlatilgan, yuvilishlarga chidamli, bemalol artib ishlatsangiz bo'ladi. Kirganimizda chap tomonda mehmonxona, bu mehmonxonaga ham Tikurillaning Europower 7 turidan qilingan. Pastdagi laminatlar va tepadagi mana shu lyustrani ham albatta Domstroydan xarid qilishingiz mumkin, ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita yon tomonga och turidan berilgan, o'rtaga PVX panellarimizdan qilib berganmiz. Bu PVX panellarimizni hozirgi kunda Domstroydagi skidkadagi narxi 270 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu Europower 7 bo'yog'imiz yuvilishlarga chidamli, rangi o'chmaydi, ko'rinishi shokoviy effekti bor. Bitta uzoqdan ko'rasizlar. Ro'paraga esa xuddi shuni to'q rangidan berilgan, pardaga ham devorni moslab olishgan, bitta buni ham baho berasizlar. O'rtaga ramkalar olingan, atrofiga dekor lentalardan ishlatilgan. Keyingi chap tomondagi xonamiz ham xuddi shu ko'rinishda. Bu tomonga mana shunday PVX panellarimizdan qilib berganmiz. Devorda Tikurillani ko'rishimiz mumkin. Va keyingi xonamiz spalni. Xo'p, bekka ko'rishlaringiz mumkin. Atachento deb o'ylab turgan bo'lsangiz adashasiz, chunki bekka 10 metr kvadratli mo'yshi aboylardan qilingan. Bunga ham bitta baho berasizlar. Pastdagi laminatlar va tepadagi mana shu ajoyib lyustrani ham Domstroydan xarid qilishingiz mumkin. Bu yer oshxona. Bekka ham xuddi shunday mo'yshi aboylarimizdan qilib berganmiz. O'rtadagi bu fakturani Venetsiyanka deb turgan bo'lsangiz adashasiz, chunki bu mo'yshi aboylarimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Domstroyda mo'yshi aboylarimizning narxi 175 ming so'mdan 365 ming so'mgacha. Va eng oxirgi xonamiz bolalar xonasi. Bu xonamizga ham bitta baho berasizlar. Bu xonamizga ham mo'yshi aboylarimizdan qilib berganmiz. Tepadagi lyustrani ham bitta ko'rishlaringiz mumkin. Xonaga boshqacha vibe berib turibdi. Bu biralar ham rangi aboy rangiga moslanib ketgan, bitta ko'ringlar. Agar sizga ham xuddi shunday qurilish mahsulotlari qiziq bo'lgan bo'lsa, Domstroyga tashrif buyurib, bu mahsulotlarni qulay narxlarda xarid qiling.